3 xona yangi ta'mirdan chiqqan Euro remontli uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 9-kvartalda joylashgan 3 xonali uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimizning birinchi xonamiz, mehmonxona, o'zining yumshoq mebel va televizorlari bilan. Bu yerda esa ko'rib turganlaringdek 1,5 3 balkonimizni ochib yuborgan. Keyinchalik o'zlarining kerakli maqsadda bu yerda stronli shkaflar qo'yib foydalansalaring ham bo'ladi. Aytganda konditsionerlarimiz bu yerda. Oshxonamiz o'z o'rnida qolgan bu uyimizda. Ko'rib turganlaringdek kerakli barcha mebel va texnikalar bilan jihozlangan uyimiz yangi ta'mirdan chiqqan. Glavniy eshikdan kirib kelish, o'zining razdельный sanuzeli va razdельный xonalari bor. Xonalarimiz hammasi alohida joylashgan. Bu yerda esa bolalar xonasi. Ko'rib turganlaringdek ikkita kravat, dars qilish uchun stul va o'zining shkaflari bilan birgalikda. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi joylashgan. Bu yerda ham televizor, shkaf va o'zining yumshoq mebellari bilan ko'rib turganlaringdek. Bu yerda esa razdельный sanuzelimiz joylashgan. Ushbu uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor tumani 9-kvartal, Chilonzor ro'di yoki Darmon servisning orqasida joylashgan, Mirzo Ulug'bek metrogacha bor yo'g'i 2 bekat oralig'ida joylashgan ushbu uyimizni videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 91.500 AQSh dollar naqdlashmoqda. Agarda kimgadir kerak bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.